eksklyuziv. Siz yaqinlarimizga kelajak yangi safarimiz 22 dekabrda bo'ladigan safarimizni yangiliklarni tanishtiramiz. Tushunish oson bo'lishi uchun bu safarimiz siyrat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarning hayotlari, islom tarixi, aynan payg'ambar alayhisalomning zamonini payg'ambar alayhisalom bilan birga o'sha davrda his qilishlikni inshaalloh hayotingizda bir mazasini tuyasiz. Ya'niki bu safarimizda aniq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning borgan joylari, eng oxirgi borgan joyimiz demak Tabuk bo'ladigan bo'lsa, Tabukgacha, o'rtada Haybar, o'rtada Al-Ula, o'rtada Madoni Solih, Hud alayhisalom, Solih alayhisalom. Bilasizlar, Solih alayhisalomning qavmi payg'ambar Solih alayhisalomdan mo'jiza so'rashadi. Shu harsangni bizga tuyaga aylantirib bersang, biz senga iymon keltiramiz deydi. Alloh taoloning mo'jizasi payg'ambar alayhisalom duolari bilan harsang tosh nafaqat tuya, balki homilador tuyaga aylanadi. Lekin ular ahdga vafo qilishmaydi, ahdni buzishadi. Alloh ularga bir balo jo'natdi. Balo, qattiq balo. O'sha joylarda o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Tabukka borib, Tabukdagi tafsilotlar bilan payg'ambar alayhisalom sahobalar o'rtasidagi tafsilotlar bilan aniq tanishasiz. Yambuda qaytayotgan joyingizda Qizil dengiz bo'yida go'zal bir ayollar alohida, erkaklar alohida shunday bir dam oladigan oromgohlar bor. O'sha yerda dam olishlar amalga oshiriladi va Badrda eng go'zal suhbatlar bo'ladi inshaalloh. Ya'ni kim to'lig'icha inshaalloh Alloh taolo xohlasa bir necha kunda ichida ana o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qadamlari yetib borgan joylarda hammasini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz.